حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس التاسع 9 ders. Endi bugungi dersimiz ikki bo'lakka bo'lingan, ha? Birisi alif bo'lak, yana birisi ba bo'lak. Endi ikki bo'lakda nuqtaliq grammatikadan ikkisi so'zlanadi. Bugungi grammatika sal muhim, ha? Birisi sifat, yana birisi nisbiy almash. Endi Uyg'ur tilidagi sifatlarni bir eslab baqaylik. Uyg'ur tilidagi sifat oldida sifatlang'ichi keynida ifodalanadi. Masalan, qizil olma. Qizil sifat, olma sifatlang'ichi. Yangi o'quvchi. Yangi oldida o'quvchi keynida. Mana shunga o'xshash. Ammo arab tilida sifat keynida mavsuf oldida keladi. Bir o'xshamaydigan tarafi mana shu, ha? Sifat keynida sifatlang'ichi oldida keladi. Avval buni tushunishdan ilgari biz arab tilida sifat va sifatlang'ich degan nima deydi? Sifatni sifatun, sifatlang'ichini mavsufun mushtaq deydi. Yoki sifatni ni'atun, sifatlang'ichini man'utun degan ikki xil atalg'usi bor. Endi bu sifatni alohida tilga olishimizda Uyg'ur tiliga o'xshamaydigan bir qancha alohidaligi bor. Masalan, arab tilidagi sifat mavsuflarning mundaq taraflarda o'rtaq kelishi kerak. Masalan, sifatlang'ichi erlik olsa sifatmi erlik, ayollik olsa sifatmi ayollik. Bu bir. Yoki sifatlang'ichi birlik bo'lsa sifatmi birlik, ikkilik bo'lsa ikkilik, ko'plik bo'lsa sifatmi ko'plik. Bu bir. Yoki sifatlang'ichi pesh o'qilsa sifatmi pesh o'qiladi, sifatlang'ichi zavar zar o'qilsa sifatmi zavar zar o'qiladi. Yoki sifatlang'ichi iniq bo'lsa sifatmi iniq, ya'ni ma'rif bo'lsa ma'rif bo'ladi, iniqsiz bo'lsa iniqsiz bo'ladi, ya'ni nakir bo'lsa nakir bo'ladi. Demak, yuqoridagidek bir qancha taraflarda sifat mavsufga ergashib keladi. Yangi o'quvchilar tushunishlik bo'lsin uchun umuman holatlarning hammasida sifat mavsuf bilan birdek keladi deb tushunsak ham bo'ladi, ha? Sifat mavsuf bilan birdek keladi deb tushunsak bo'ladi. Bu sifatning ahvoli. Qolganlarini tekis va mashqlardan ko'ramiz. Ham ikkinchi so'zlamoqchi bo'lgan qoida nisbiy almash. Ya'ni bu arab tilidagi doim uchrab turadigan allazi ayollar ishlatilinsa allati. Dal mush ikkisi nisbiy almash deb ataladi. Erlarga allazi, ayollarga allati. Ve köp o'qitirmizgo ya ayyuhallazina deb lazina dal allazining ko'pligi. Endi bu allati deganning jumlada ishlatilgan shakli cho'qim keynida birdan jumla kelish kerak. O'zi yolg'iz ma'no chiqmaydi. Allatining yolg'izlam buning ma'nosi manda chiqib digil bo'lmaydi. Ammo allazi va allatilardan keyin cho'qim bir jumla kelish kerak. Agar allazi allatidan keyin kelgan jumla ismliq jumla bo'lsa,
allazi allatilarning kelida kelgan jumla ismliq jumla bo'lsa, buning tarjimasini g'on, qon, gan, kan degandek tarjima nima? Diki, tiki degandek tarjima qilsak bo'ladi. Agar allazi allatilarning keyingi jumla fe'llik jumla bo'lsa, g'on, qon, gan, kan degandek tarjima qilsak bo'ladi. Mush nuqta kallamizda aydın olsun. Ondan keyin shu allazi allatilar o'zidan keyin kelgan mayli ismli olsun, mayli fe'lli olsun jumladan qo'shilib, jumlada bir bilak. Ya'ni mustaqil bir jumla bo'lanmaydi degan gap. Keyindagi jumla bilan qo'shilib jumladagi bir bilaklik rolini o'ynaydi, o'zi mustaqil jumla bo'lanmaydi. Mush nuqta hozircha izimiz tutib tursin. Tekstga kelishdan ilgari biz so'zliklarni o'qib, tarjima qilib, yodlab bo'lgandan keyin tekstga kelaylik, ha? Al-kalimatul jadida, yangi so'zlar. Al-lughatu, shahirun, al-madinatu, at-ta'iru, al-yawmu, kaslanu, jaw'anu, atshanu, mal'anu, ghabbanu, al-usfuru. Al-lughatu, til. Yani kişiler sözleşdiğen til, hem de til Uyghur tilida odamning eg'izdagi tilga ma'noda, ma so'zlashadigan tilga ma'noda. Ammo al-lugha arab tilidagi al-lugha deganimiz shu Uyghur tilidagi so'zlashadigan tilga qaratilgan. Masalan, arab tili, xanz tili, ingliz tili, Uyghur tili degandek. Shahirun dangliq. Al-madinatu shahar. Ammo al-madina muborak payg'ambarimizning hijrat qilib qolgan shu Madinaga ism, ammo odatda ishlatilsa normal shaharni ko'rsatadi. At-ta'iru qush. At-ta'ir ba'zida ayrfulan degan ma'noda keldi, ha? Al-yawm bugun. Kaslanu hurun. Jaw'anu och, ya'ni qusqi ichib qolgan degan ma'noda. Atshanu ussuz. Mal'anu tushib ketgan, to'shaq. G'adbanu achchiqlangan, achchiq kelib qolgan. Al-usfuru qushqoch. Yangi so'zlarni yodlab bo'lgan bo'lsak, tekst kelaylik. Avval tekstni sizlarga bir qitim o'qib bergandan keyin tarjima qilib, grammatikalik nuqtalarini mulohaza qilib beraman. Ad-darsu at-tasi'u alif. Man hadha ar-rajulu? Huwa Abbas. Abbas tajirun. Abbas tajirun ghaniyun. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun. ما هذا؟ هذا تفاح. التفاح فاكهة لذيذة. ما ذلك؟ ذلك عصفور. العصفور طائر صغير. العربية لغة سهلة. عمار طالب مجتهد. ومحمود طالب كسلان. من أنت؟ أنا طالب. أأنت طالب جديد؟ نعم أنا طالب جديد. Bu kishi kim? Bu jumlada bugungi maqsadli grammatik yo'qab, oldingi darsdagi badallik birikma to'g'riliq grammatik yuqumba uni tushunib olsak bo'ladi. Ar-rajul hazar rajul ikkisi qo'shilib badallik birikma. Huwa Abbas, u Abbas. Abbasun tajirun, Abbas bir savdogar. Abbasun tajirun g'aniyun, Abbas bir boy savdogar. Endi mush yerda tajirun g'aniydiki, tajirun g'aniyun sifat mavsufliq birikma. Ya'ni g'aniyun sifat, tajirun sifatlanguchi. Ya'ni arabcha g'aniyun ni'tu, tajirun man'ut. Qarapaqdagi olsak tajirun erlik, g'aniyunmu erlik. Agar tajirun ayollik bo'lgan bo'lsa, g'aniyatun deb kelgan bo'ladi. Tajirunmu birlik, g'aniyunmu birlik. Tajirunmu pasha qilgan, g'aniyunmu pasha qilgan. Tajirunmu alif lam yo'q, ya'ni iniqsiz ism, g'aniyunmu alif lam yo'q, iniqsiz ism. Mana mush taraflarda sifat mavsufga agishib keldi. Hamidun mudarrisun, Hamid bir o'qituvchi. Hamidun mudarrisun jadidun, Hamid bir yangi o'qituvchi. Mudarrisun jadidun yuqoridagi tajirun g'aniyunga o'xshashlar sifat mavsufliq birikma. Ya'ni jadid sifat, mudarris mavsuf. Mudarris birlik keldi, jadidmi birlik keldi. Mudarris pesh keldi, jadidmi pesh qildi. Mudarrisun erlik, jadidmi erlik. Mudarrisun iniqsiz, jadidmi iniqsiz. Mana bu taraflarda sifat mavsufga agishib keldi. Ma hada? Bu nima?
hada tuffahun. Bu olma. At-tuffahu fakihatun laziza. Olma bo'lsa bir mizlik meva yoki ta'liq meva. Laziza ta'liq, fakiha meva. O'xshashlar fakihatun sifatlanguvchi, laziza sifat. Qarab baqsaq fakihatun ayolliq kelibdi, laziza tunmu ayolliq kelibdi. Fakihatun pesh qilibdi, lazizun pesh qilibdi. Fakihatun birlik, lazizatun birlik. Fakihatun iniqsiz, lazizatun iniqsiz keldi. Ma zalik? Aw nima? Zalika usfurun aw qushqoch. Al-usfuru ta'irun saghirun. Qushqoch bir kichik qush. Saghir sifat, ta'irun sifatlanguvchi. Yuqoridagidek ahvollar tutuluq agishidi va birlikka birlik, pashu qilsa pashu qilgan, arlikkas arlik kelgan, iniqsizga iniqsiz kelgan taraflarda. Al-arabiyatu lughatun sahla. Arabcha bo'lsa oson bir til. Al-arabiya arabcha oson bir til. Lughatun til, sahlatun oson. Lughatun sahla sifat mavsufliq birikma. Lughatun sifatlanguvchi, sahla sifat. Lughatun ayolliq shaklda keladi, sahlatun ayolliq shaklda keldi, pesh o'qildi, pesh o'qildi, birlik keladi, birlik keldi, iniqsiz keladi, iniqsiz keldi. Ammar talibun mujtahidun. Ammar bo'lsa bir tirishchan o'quvchi. Burundagi mujtahid, tirishchan, talibun o'quvchi. Ya'ni mujtahid sifat, talibun mavsuf. Ya'ni sifatlanguvchi. Yuqoridagi agishadigan ahvollarning hammasida bu o'xshash agashdi, a? Va mahmudun talibun kaslanu. Mahmud bo'lsa bir hurun o'quvchi, bu o'xshash. Man anta, siz kim? Ana talibun, men bir o'quvchi. Anta talibun jadid, siz yangi o'quvchimi? Na'am, ana talibun jadid. Men yangi o'quvchi. An mushurunda talibun jadid nisbat mavsuflik birikma. Am mushakiga vaqtda o'quvchilarning kelasiga bir savol keldi-ku deyman. Talibun jadidun, talibun mujtahidun, fakihatun lazizatun, tajirun g'aniyun. Yuqoridagi sifat mavsuflik birikmalarning hammasida sifatlanguvchimi qo'sh o'qilgan, sifatmi qo'sh o'qilgan. Ammo talibun kaslanuda talibun qo'sh o'qilgan bo'lsa-mu, tanvin kaslanu deb nima o'qilgan, taq o'qilgan. Bu qanday gap desa, sifatlarning ichida shundoq bir sifatlar borki, g'ayri munsirib deb ataladigan. Men oldingi darslarda bir darsda ismlar munsirib, g'ayri munsirib deb ikkiga bo'linadi. Munsirib ismlar qo'shma o'qiladi, zavar zir pashma o'qiladi. Depagan. G'ayri munsirib ismlar bo'lib qolsa, buningga tanvin kirmaydi, zir kiymaydi, zir o'qildigan o'rinda zir o'qiladi degan shundaqmi? Ammo sifatlarning ichida shundoq bir sifatlar borki, g'ayri munsirib sifatlar. G'ayri munsirib bu sifatlarga tanvin kirmaydi. Undan keyin zir o'qilmaydi, zir o'qildi, zir o'qildi. Dal kaslarning shundoq sifati. Bugungi darsimizda bu xil uchraydi. O'rgangan so'zligimiz ochidimi? Kaslanu, jav'anu, atshanu, mal'anu, ghadbanu qatorliqlarning hammasi g'ayri munsirib sifatlar. Shuni bilib olsak bo'ladi hozircha. Yuqorida kaslanu, jav'anu, atshanu, mal'anu, ghadbanu degan sifatlarning hammasi g'ayri munsirib sifatlar. Qo'sh o'qilmaydi, zir o'qilmaydi. Zir o'qilish to'g'ri kelib qolgan o'rinlarda zivar o'qiladi. Mushnoqni ismini tutib olsak bo'ladi. Yuqoridagi tekstni tushungan bo'lsak, ko'nikmalarni bir ishlataylik. Birinchi ko'nikma iqro va kutub. O'qib, yozing. Talab bo'yicha o'zinglar o'qib, o'zinglar daftaringizga yozib olinglar. Asosliq bizni talab qildigani nima desanglar, yuqorida o'rgangan qoida bo'yicha pesh o'qiydiganni pesh o'qiymiz. Ya'ni ig'i jumlani pesh o'qiymiz, xabar jumlani pesh o'qiymiz. Sifatlanguvchi pesh o'qilgan bo'lsa, sifatni pesh o'qildi, sifatlanguvchi zir o'qilgan bo'lsa, sifatni zir o'qildi. Mush nuqtaga diqqat qilinglar. Undan keyin mudof ilaylik birikma kelib qolgan bo'lsa, ikkinchi birikma, ya'ni muzofillayni zir qo'ysizlar. Undan keyin sifat yuqorida men degandek g'ayri munsirib sifatlar bo'lib qolgan bo'lsa, buni qanday o'qiysizlar? Taq o'qiysizlar. Mush nuqtaga diqqat qilsanglar bo'ladi. Ikkinchi mashq da'fil faragh fil jumal at-taliya ni'atan munasiba. Tuandagi jumlalardagi bo'sh o'ringa munosib sifat qo'ying deyapti. Munosib sifat degani bizni talab qilayotgani, men bayat degandek sifatlar sifatlanguvchisiga agishda emas, mana shunga agash turib qo'ying demoqchi. Masalan,
Sifatlanguvchi pesh o'qilgan bo'lsa, ismi pesh o'qilgan sifat qo'ying. Sifatlanguvchi erlik bo'lsa, erlik sifat qo'ying. Sifatlanguvchi ayollik bo'lsa, ayollik sifat qo'ying. Masalan, birinchisida Xadijatu talibatun chikit endi boshqa o'rin qo'yibdi. Agar uni nim demoqchi bo'lsangiz, shu bo'yicha qo'yapti. Masalan, igiz o'quvchi demoqchi bo'lsangiz, Xadija bir igiz o'quvchi. Unda bo'lsa, tawil igiz degan ma'noda shundami? Am talibatun ayollik o'quvchiga tawilning qanday shaklini qo'yamiz? Ayollik shaklini tawila. Xadijatu talibatun tawilatun o'xshash. Ikkinchi jumla. Xolidun tajirun g'aniyun. Tajirun Xolid bo'lsa bir sodiga. Endi sodiga qanday sodiga? Albatta bay sodiga demoqchi-ku biz shundami? O'sha o'rinda tajirunning keyiniga bay degan sifatni birini qo'yamiz. Endi tajirun erga o'quvchiga biz mo g'aniyun deb erli shaklda sifat akilimiz. Shu bo'yicha qolganlarini ishlasak bo'ladi. Üçüncü meşik da' fil mekanil khali min fil jumalil atiye men'utan munasiban. Tövendeki cümledeki boş urullarga münasip süpetlengüçü qo'ying deyotdi, ha? Birga qo'yib baqili. Arab tili boş, Arabcha boş, asan. Albatta Arabcha asan nima demakchi? Asan til demakchi. Endi o'g'anda til degan bir so'zni qo'ymoqchi bo'lsak, nima deb qo'yamiz? Lug'atun. Ikkinchisi, man qadim kona deydi. Kon nima? Ya konu o'quvchi, yo konu o'qituvchi shundami? Shuni birini qo'ysak bo'ladi. Masalan, konu o'quvchi ishda o'rib qolsa, qadim qarab baqsak, erlikkango, buni cho'qqum erlik qiladigan sifatlanguvchi birini qo'yish kerak. Ya'ni man kona o'quvchi, ana talibun qadimun deganga o'xshash. Qolganlarini shu bo'yicha qo'ysanglar bo'ladi. 4-chi mashq iqra o'qing. Endi bizga o'qing deb uqtamoqchi bo'lganim bayatman degan g'ayri muzr bo'lgan sifatlarni bil demakchi. Masalan, kaslanu, jav'anu, atshanu, g'abbanu, mal'anu degan o'xshash. Mushu sifatlar jumlada kelib qolsa, buni taqo qo'yamiz deb shuni demakchi sizlarga. O'qib baqayli. Ana jav'anu, nun emas, no. Ikkinchisi, anta jav'anu, siz ochmi? La, ana atshanu. Yo'q, men usab ketdim. Atshanu. Limaza al-mudarrisu ghadbanu al-yawm? Nimish qilib bugun o'qituvchi achchiqlanib qopti. Degandagi ghadbanu. Al-kubu mal'anu. Stakan to'shaq. Mana shu yuqoridagi sifatlar bundan keyin oldinlar o'xshab qolsa, bularni g'ayri munsirib deb tunib, nima o'qishinglar kerak? Taq o'qiysizlar, zir o'qish to'g'ri kelib qolsa, zir o'qiydigan o'rinda zivar o'qiysizlar. Mush nuqtaga diqqat qilsanglar bo'ladi, ha? Ham ikkinchi bilak, ba bilak. Ham tekstni masalan o'qib tarjima qilib, grammatikalarni mulohaza qilib qo'ray. Ammo o'qishdan ilgari deb qo'ydigan gapim, darsning oldida biz surishtirib o'tgan ikkinchi bilakdagi asosli nuqta allazi va allatiga markazlashsin, ha. Birinchi bilakdagi sifat va mavsufning gapini mo ikkinchi bilakda kalimimizning ismimizni chiqarmaymiz. Ammo biz ikkinchi bilakda maqsad qilgan grammatika qaysi? Allazi va allati masalasi. Erlikka allazi, ayollikqa allati. أين المدرس وفي الفصل وأين المدرس الجديد وعند المدير أين الطالب الجديد ذهب إلى المكتبة من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة هو المدير الجديد ومن الولد الصغير الذي خرج الآن من الفصل هو ابن المدير الجديد لمن تلك السيارة هي للمدير الجديد لمن هذا الكتاب الكبير أهو للمدرس؟ لا هو للطالب الجديد أين الملعقة الصغيرة؟ هي في الكوب أين الكرسي المكسور؟ هو هناك. دقت ترجم قلنا أين المدرس؟ أختك قيادة هو في الفصل أو سنبتا وأين المدرس الجديد؟ ينوختش قيادة أمبورندا المدرس الجديد صفات موصفة قرصاق المدرس ألف لاملق إنق قسم بقابت كان صفات كمو ألف لام بلان إنق بوغان صفات كالترلبتو هو عند المدير أو مدرنان قشتم عند دب قيدغان gap oldingi darsimizda deb o'tganimizda bu mabni ism bo'lg'achqa nima qilyotdi? Zarur qilyotdi, ha. عند مضاف المدير نمو مضاف إليه
Ayna talibul jadidu yangi o'quvchi qayerda? O'xshashlar at-talibul jadidu yuqoridagi jumladagidek sifat mavsufliq birikma. Zahaba ilal maktabati kutubxonaga ketdi. Man zalika ar-rajulu at-tawilu alladhi kharaja al-ana min al-madrasa. Hozir maktabdan chiqib ketgan avu igiz odam kim? Amda mushu jumla arqanda jumla ikki bo'lakka bo'linadi, ikki xabarlik bo'lakda. Ana mushurunda man bir bo'lak bo'lsa, zalika ar-rajulu at-tawilu allazi kharaja al-madrasa min kharaja al-ana min al-madrasa hammasi bir bo'lakka tava. Zalika ar-rajul biz oldingi darsimizda deganimizdek badallik birikma. Avar degan ma'noda. At-tawil birinchi sifati, ya'ni igiz odam. Allazidan tatib oxirigacha nima ikkinchi sifati. Manda ishni qilgan. Ana allazni bayatni degandek, g'an qanday tarjima qilamiz dedim, keyindan agar fe'l jumla kelib qolsa. Endi allazning keyingi kharajal ana min al-madrasa ham jumla qo'shilib, allazining silisi, ya'ni to'liqlama jumlamasi, ulanma jumlasi deb ataladi. İsimli cümle kelib qolsa deketdik. Agar fe'l jumla kelib qolsa hozirgidek hozirlar maktabdan chiqib ketgan odam. Balki allazi g'anqan. G'anqanni qo'shib bilan ar-rajul qo'shsak, chiqib ketgan odam kim? Qayta. Hozir maktabdan chiqib ketgan o egiz odam kim? Val mudirul jadid, u yangi mudir. ومن الولد الصغير الذي خرج الآن من الفصل hozirlar sinfdan chiqib ketgan kichik bola kim? Bu jumlami yuqori jumla o'xshasha. Allazi kharaja chiqib ketgan kichik bola. Huwa ibnul mudiril jadid. U yangi mudirning o'g'li. Mana qarab boqaylik. Huwa iga ibnul mudir xabar. Ibn mudaf al mudir muzaf ilayhi qo'shqa mudir zikr qildimi? Al jadid mudirning sifati qo'shqa al-mudir rizr qilg'achqa al-jadid muzar qilyotdi, ha? Liman tilka sayyaratul jamila. Aw chiroyli mashina kimning? As-sayyaratul jamila nisbat nasblik birikma. Hiya lil-mudir al-jadid. O yangi mudirninki. Liman hazal kitabul kabir. Bu cho'ng kitob kimning? Al-kitabul kabir. O'xshashlar nisbat nasblik birikma. Ahuwa lil-mudarris. O o'qituvchiningmi? La huwa lit-talibil jadid. Yo'q, o yangi o'quvchining. Ayna al-mil'aqatu as-saghira? Kichik qo'shiq nada? Hiya fil kubi. U stakanda. Ayna al-kursiyu al-maksuru? Sunuq o'rindiq nada? Huwa hunak. U yerda. Yuqoridagi jumlalardagi tekstdagi dars so'zlangan grammatikalarni qayta tahlil qilinglar. Tamarin. Darsdagi ko'nikma. At-tamrinul awwal. Birinchi ko'nikma iqro va kutub. O'qib yezing davodidu. Asosliq bizning talab qildig'ini tuvandagi jumlalarning ichidagi sifat mavsufliq, andan allazi allatilik jumlalarni tahlil qilish. Buni o'zinglar o'qib, o'zinglar yozsizlar. İkinci mashq imla fil faragh fi ma yali bin na'ti allazi bayna qawsayn بعد تحليته بال عند اللزوم. Tuvandagi fima yali degani tuvandagi degan gap, ha. Bo'sh o'rinlarni to'shqizing. Binnatil allazi degani sifat bilan ikki tirnoqning o'tiridagi, meniki qarang. Allazini digi deb tarjima qilamiz, ha. Ikki tirnoqning qavsayn, ikki tirnoq bayna o'tiri. Ikki tirnoq o'tiridagi sifat bilan to'ldiring. Zurur tepilgan vaqtda inda luzum degani zurur tepilgan vaqtda al bilan zinalangandan keyin degani alni qo'shgandan keyin. Demak, jo'g'ini sifatlanguchi birilgan. Faqat bizga hozir sifat qo'shishni talab qilyotdi. Endi sifatlanguchi aliflamsiz bo'lib qolsa, sifatni aliflamsiz keladi. Agar sifatlanguchi aliflamli bo'lib qolsa, sifatni aliflamli keldi-ku, dal shu vaqtda aliflamni qo'shib quyung davodi. Masalan, aynal mudarris, o'qituvchi qayerda? Endi qanday o'qituvchi? Yangi o'qituvchimi, egiz o'qituvchimi, paka o'qituvchimi demiz? Qarab boqaylik, yangi. Endi jadidni al-mudarrisga sifat qilmoqchi bo'lsak, aynal mudarrisu jadidun demdoq. Yo'q. Chunki mavsuf sifatlanguchi al-mudarris alif lam bilan bo'lg'achqa jadidni alif lam bilan aynal mudarrisul jadidu deb sifat keltiramiz, ha. At-tajirul kabir, at-tajiru bo'sh o'rin pisuq. Savdogar bozorda.
Endi kabir deganda atajib sifat keltirganda sifatni qanday keltirdik? Tajir erlik bo'lg'achqa kabir ma erlik, tajirda alif lam bo'lg'achqa kabirga ma alif lam keldi. At-tajirul kabiru suq degan shaklda keltiramiz. Qolganlarini o'zinglar qilib baqsanglar bo'ladi. 3-mashq tuandigidan o'qing. O'qishni talab qilgan jumlalarning hammasida allaziga alohida ahamiyat bering degan asosda ostiga sizib qo'yibdi-ku. Allazi degan birikmaninkini nisbiy almashning jumladagi ifodalash shakliga diqqat qilinglar. Birinchisini o'qib boqili. At-talibul lazi kharaja min al-fasl al-an min Indonesiya. O'rindagi al-an g'icha hammasi jumlaning bir bo'lagi. Min Indonesiya oxirgi bo'lak. Demak, ikkiga ayirib tarjima qilamiz. Hozir sinfdan chiqib ketgan o'quvchi jumlaning egasi. Indoneziyadan. Jumlaning xabari. Ammo shu o'rindagi xaraja min al-fasl al-an hammasi qo'shilib allazininki ulanma jumlasi. Shu allazi shu jumlalar bilan qo'shilib turib, g'anqan degan ma'noni ifodalab at-talib qilib bo'ldi, sifat bo'ladi. Ikkinchisi al-kitabul lazi ala al-kitabul lazi ala al-maktab lil mudarrisi. Üstel üstüdeki kitap o'qituvchining. Al-kitabul lazi ala al-maktab hammasi qo'shilib jumlaning bosh egini mubtada bo'lagi bo'ladi, ya'ni igi bo'lagi. Lil mudarris xabar bo'lagi. Ana shu o'rinda allazi ala al-maktab hammasi qo'shilib al-kitobning sifat bo'lagi bo'ladi. Allazi nima al-kitobning allazi nisbiy almash ala al-maktab uningki keyinda ulanib keladigan ulanma jumlasi, sili jumlasi bo'ladi. Üçüncüsü, liman hazal qalamul jamilul lazi ala al-maktab. Üstüdeki bu chiroyli qalam kimning? Shu o'rinda liman bir bo'lak. Jumlaning bir bo'lagi. Keyindagi butun so'zlar hammasi qo'shilib yana bir bo'lak. Tarjima qilib baqsaq, hazal qalam asosiy bo'lak bo'ldimi? Ya'ni badallik shundan, badallik birikmadan chiqqan asosiy bo'lak. Al-jamil uning sifati. Allazi ala al-maktab. Üstüdeki degani ikkinchi sifat. Birinchi sifat, ikkinchi sifat va sifatlanguvchi hammasi qo'shilib bir bo'lakka hisob liman degan ayrim bir bo'lak. Al-baytul lazi fi zalika shari' lil wazir. Aw yo'ldagi shari' ko'cha yo'l degan ma'noda, aw ko'cha yoki yo'ldagi cho'ng uy ministrning. Anmarundagi al-bayt bu asosiy bo'lak, ya'ni jumladagi igi bo'lak. Al-kabir sifati, allazi fi zalika shari' hammasi qo'shilib yana bir sifat. Allazi nisbiy almash fi zalika shari' ashundanki ulanma jumlasi. Lil vazir xabar bo'ladi. As-sarirul lazi fi ghurfati Khalid maksur. Khalidning yotog'idagi karvat sunuq. Ma'rundagi as-sarir bosh bo'lak, ya'ni igi bo'lak. Allazi fi ghurfati Khalid. Khalidning yotog'idagi degani ashundan sifat bo'laki maksur xabar bo'lak. Allazi masalasini shu bo'yicha tushunsak bo'ladi, ha?